Erkak kishi muhabbatini qanday izhor qiladi? Hozir shu haqida akalarimizdan so'rab olamiz. Bittalab Timur sizdan boshlar ekanmiz. Yaxshi ko'raman demasa, sevaman demasa, shunda u yomon ko'rgan bo'lib qoladimi xotinini? Yo'q, yomon ko'rgan bo'lmaydi. Odatda erkaklar bu so'zni to'g'ridan to'g'ri ayta olmasligi mumkin. Videodan oldin ham gaplashdik bu masalani. Menimcha o'zini e'tibori bilan oddiygina hol so'rashi yoki kichik bir uning uchun yoqadigan, unga ma'qul bo'lgan narsalarni eslab qolishi bilan e'tibori bilan ko'rsatsa kerak erkak kishi. O'sha muhabbat izhori. Shunaqa. Erkak kishi uchun shunaqa. Rahmat, Shavkatjon. Yana kattalar javob bersa, shu bo'lardi davomli. Mayli, sizga 1 yillik bo'lsa ham tajribangiz bor-ku. Xo'p, menimcha misol uchun yakshanba kun, dam olish kuni qayerga boramiz yoki bo'lmasam ayol kishi baribir dam olish kunlari aylanishga, boshqa narsaga chiqishga talpinadi, boshqa narsa qiladi. Shuni so'rash bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam haligi nima buyurtma qilamiz degan narsa. Vaqtimiz juda ham qisqa. Sevaman demasa, sevmagan bo'lib qoladimi shunda? Yo'q, unaqa emas. U e'tiborida, harakatlarda ko'rinadi menga. Rahmat. Abdurahmon. Unaqa katta tajribam bo'lmasa ham ozgina romantikroq bo'laman, deyman. Romantikroq bo'laman. O'shanga mana shu aylanishlar, bu joyga borishlar bilan o'zini muhabbatini izhor qilsa kerak. Zo'r. Sevgisini vaqt ajratishi bilan, uni eshitish bilan, bir piyola birga choy ichishi bilan, birga kitob o'qishi bilan menimcha sevgisini bildiradi. Zo'r. Ma'lumot uchun aytamiz, hozir biz kebabimda shunaqa zo'r ovqatlar bor ekan, mehmon chaqirishganda. Xo'p, Saidabor aka. Xo'p, aytish kerak. Sevaman deb, yaxshi ko'raman deyishni kerak. Albatta, hadisga muvofiq. Yaxshi ko'rganlaringni aytib qo'yinglar degan. Qo'shimchasiga uyga kechqurun ishdan shoshsangiz, tezroq borsangiz, demak, sevgingizni ancha ko'rsatib bergan bo'lasiz amalda. Rahmat, Riyosin aka. Odatda oilada baribir ham kelishmovchilik bo'ladi. Usiz iloji ham yo'q. O'sha kelishmovchilik bo'lgan paytda yaxshilik tomonlarini ko'ra bilishi, yomonliklarini esdan chiqarishi yoki yomonliklarini bir yonga qo'yib, g'azabini bosib, chiroyli qaror qilishligi ham o'sha sevishligini bildiradi. Zo'r. Ota uylanganmisiz? Bizda hali bunga javob yo'q. Mayli, yoshlar baxtli bo'lsin. Hayotning yaqin tomonlaridamiz. O'zingiz yegan narsani, o'zingiz yegan narsani turmush o'rtog'ingizga olib boradigan bo'lsangiz, bu ham bir sevgini izhor bo'lsa kerak. O'zingiz fikrlaringizni kommentar yozib qoldiring.